do'stlar, sizlar bilan Dalasamova kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Demak do'stlar, bugungi videomizda Team of Game 5 ning futbolchilaridan birini olishga harakat qilib ko'ramiz. Qani omadimiz kelsa biz shu futbolchilardan birortasini o'z tarkibimizga qo'shib olishimiz mumkin. Demak do'stlar, yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, men videoni boshladim. Hop do'stlar, akkauntga o'tib oladigan bo'lsak, mana bu akkaunt o'zimizning akkaunt. Qani do'stlar, bizda bu yerda necha foiz deb ko'rsatib qo'yibdi. Do'stlar, bizda bu yerda 9% deyaptimi? 14 ta agent o'tsang, 14-da tushadi. Demak do'stlar, bizdagi birinchi agentimiz. Qani demak do'stlar, bismillahirrohmanirrohim deb boshlasak ham bo'laveradi. Demak, birinchi legendarniy agentni bosdik. Bismillah. Qani do'stlar, bizga ajoyib biror futbolchi taqdim etib, fransiyalik ajoyib qora tanli futbolchi o'xshayapti. 5-raqamda Murochi o'xshayapti. هذا الفريق الطموح يستعرض صفقته الجديدة. Birinchi urinishimiz o'xshamadi. Do'stlar, bizda mana legendarniy chaqiruvlar qolmadi va biz rare agent chaqirib ko'ramiz. Qani bizga kimni berar ekan? Do'stlar, marokashlik 9-raqamda chiqib kelyapti. Shotting 84. Hujumchiga o'xshayapti. Ajoyib hujumchi bo'lsa kerak. Ajoyib zarbalar bermoqda Shesniga. Nesri, Yusuf Nesri tushmoqda bizga do'stlar. Ajoyib futbolchi bu ham. Do'stlar, mana bu akkauntimizga o'tib oladigan bo'lsak, mana do'stlar, sizning akkauntimizda mana bu yerda Kanate ajoyib futbolchi. Mana bu yerdagi yana bir ajoyib hujumchi bizga tushdi. Mana do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha, keyingi videolarda yana agar omadimizni sinab ko'ramiz. Agar omadimiz kelsa, keyingi videolarda futbolchilardan birortasini chirib ko'ramiz. Bizda olmoslar bor yetarlicha. Mana bu bonuslarni ham ko'ramiz. Do'stlar, sizlarda kim tushdi yoki qaysi futbol tushganini kommentariyga yozib keting. Keyingi video qanaqa bo'lishini o'z fikrlaringizni yozinglar. Men sizlarning fikrlaringizga qarab videolar chiqarishga harakat qilaman. Albatta keyingi videolarimizda men futbolchilarni kuchaytirishga harakat qilamiz. Bu yerda bizning kuchaytirgichlar bor. Albatta keyingi videolarda Yusuf Nesri va Ibrohim Konatelarni sotib yuboramiz. Demak do'stlar, bugungi videomizda tugadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha Telegram kanalimga ham o'tib olinglar. Rahmat, sizlar bilan Dalasamova bo'ldi.